Assalomu alaykum, hurmatli tadbirkorlar. Navbatdagi tadbirkorlar bilan uchrashuvimizni boshladik. Bankka oid nima masala bo'lsa, qanaqa savol javoblar bo'lsa, ochiq muloqot qilib, bemalol gaplashamiz. Kimda qanaqa savollar bor? Menda bo'lsin. Assalomu alaykum. Hakim Foto'bekman. Hozirda yakka tartibdagi tadbirkorman. Bizni tadbirkorlik avtomobillar texnik xizmat ko'rsatish. O'shanga Agrobankka murojaat qilyapman. O'shanga bizga 100 millionlik imtiyozli kredit kerak. O'shani bizga yo'l qilib ko'rsatsangiz va o'shandan biz foydalanamiz. Rahmat savol uchun. Bizda hozirgi kunda yuridik tashkilotlarga bir yildan ko'p xizmat ko'rsatgan bo'lsa, 312 prezidentimiz 312-qarori asosida kredit berilayotgan 7 yil muddatga imtiyozli davra bilan berilayotgan 21%dan, agar tadbirkorlikni nomi ayol kishida direktor bo'ladigan bo'lsa 19%dan hududni registrdan kelib chiqib berilayotgan 21%dan kreditimiz bor. 100 million so'mgacha garovsiz, 100 milliondan yuqorisi 300 million so'mgacha garovlik hisobida beriladi 7 yil muddatga. Siz hujjatlaringizni to'liq taqdim qilganingizdan tandiraylar xulosasini olganimizdan so'ng 3 kun muddat ichida ijobiy xulosa beramiz sizga. Ijobiy yoki salbiy xulosa berib, kreditingizni chiqarish harakatini qilamiz. Yana kimda masala bor? Assalomu alaykum. Uchrashuv qatnashchilari, menga ipoteka kredit so'rab murojaat qildi. Tadbirkorman, rasmiy ish joyim yo'q. Ipoteka kredit bersanglar, vaqti to'lab hammasini 2-3 yilda yopamiz ipoteka kredit. Rahmat savol uchun. Bu ipoteka kredit masalasi bo'yicha chakana biznes bo'limida bosh mutaxassisimiz bor, Ishon Muzaffar. Shu kishi javob beradilar. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar, hurmatli tadbirkorlar. Sizga birlamchi bozordan kerak ipoteka bozordan yuksaltmoqchisiz. Bor, bunaqa kreditimiz. Faqat uy narxini 30% ni oldindan to'laysiz. Qolgan 70% ni 20 yil muddatga 18% dan imtiyozli kredit beramiz. Hech qanaqa muammo yo'q. Hujjatlarni taqdim etsangiz, quruvchi bilan shartnoma qilib kredit chiqaryapmiz. Savollaringiz uchun rahmat, e'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.